Attaki yapon. Attaki yapon obunachilar. Limon zotga mansub. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ilosdan olgan zotimiz mana bu. Mana bu Bahodir akadan olganimiz Ganoy. Bu xurozimiz hozirgi kunda o'ta neveryatni xurozlardan. Ilosdan olgan Miramir. Obunachilar, Miramir zotga mansub xurozlarimizdan biri. Kuzatuvchilar, mekyonlarim. Janob. Zotlarim. Mana kuzatda to'nni qarang, to'nni. Mana zoti zo'r tuxum qilayar ahvoli qarang. Obunachilar. Maza qilib yurishibdi, oqqanlab. Orqamda panjarada xurozlarim bor, uni bitta-bitta ko'rsataman sizlarga. Sababi YouTube injiq bo'lib qolgan. To'liq ko'rsataman desiz bir pastaligi nima tushirib qo'yadi. Lekin hozir Miramir zotim 6 kg 700 yonidagi toza Koreya va ag'dagi 3000 ga sotilmagan mekyonni hamtana sinus o'sha yurgan. Obunachilar, bu ham Ilosbek zotidan, bu Miramir ham Ilosbek ukamizning zotlaridan. Xudo xolasa urushish, boshqa qilish haqiqatda yo'rivoradi. O'ta zo'r, xudo xolasa. Endi boshqa xurozni ham olaman, o'zingizlar ham uni ko'rib baho berasizlar. Hurmatli obunachilar, bu ikkinchi koreyskiy 100 talik. O'ta zo'r, xudo xolasa, mana ko'rib turganingizdek. Talab 100% javob beradi. Hozirgi kunda ikkita bekorchisi bor. Ikkita shundan keyin shu bolasini olishga anaqa qilganmiz. Atak o'ta zo'r. Xullasi 5 ta xurozga 8 ta mekyon qo'yganman. Tuxum bir yo'timiz, ochurut bor albatta. Ochurut bilan juda ko'p kishiga xudo xolasa ishlarni bitirib endi o'zimiz ham ochirishga berganmiz hozirgi kunda. Xudo xolasa olmoqchi bo'lsanglar, sizlarga albatta yig'ishtirib beraman. Ashu xuroz, hurmatli obunachilar, koreyskiy xurozim nafas olish nimasiga o'sha dompon ketib qolgan shekilli. Ashuna albatta ustoz Anvar aka Oxonov tozalaganlarni singlarimiz ham tozalayman shekilli. Sababi xira-xira bo'libdi. Bu shamollash emas. Albatta bu o'sha nafas yo'liga dompon ketib qolganligini alomati bo'ladi. Lekin shunday bo'lsa-da, xo'roz baland. Mana turishi hozir 5 kiloga yaqin. Hali cho'ja, mana xudo xolasa. Cho'ja pixi noxatay bo'lib ko'rinay degan paytda o'zi ikkita qo'chiq qilgan obunachilar. Ikkita qo'chiq ko'rgan xurozlarimdan biri. Joni sog'ligi juda ham zo'r. Attaki yapon obunachilar. Limon zotga mansub. Hop, 3,5 ta qo'chiq qilgan obunachilar, eng qizig'i. Nimaga 3,5 ta deyishinglar mumkin? 3,5 ta deganim sababi kalta yetgan joyda o'p qo'yishdi xurozni. Mana hozir joni sog'ligi o'ta zo'r. O'ta neveryatni xurozlarimdan bu. Juda yaxshi ko'raman. Bu ustozim Anvar aka Oxonovdan kelgan. O'ta maza qilaman tomosha qilish xurozlarimda. Mana ishdan kelganmiz obunachilar. Tomosha qilib, salqinni choy ichib o'tiribman. Sizlar ham bir tomosha qilib maza qilinglar deb, xudo xolasa bir ko'rsatyapman. Albatta ko'rib. Bu yil endi 400-500 dollarlikka qaramasdan yaxshi zotlarni yig'yapmiz mana. 5 ta xuroz qilguncha ham 2300 dollar pul sarf qildik. Endi mana hozir tuxum sotib, xudo xolasa natijasini ko'ryapmiz. Bu yil yaxshi zotlarni yig'ib olsak, nerga yilgan xudo xolasa zo'r zotlarni ertangi qilib chiqarishga harakat qilaman. Shuning uchun sizlar qo'llab-quvvatlab, shu like bosib, obuna bo'lib tursanglar bo'ldi. Paddashkada tursanglar bo'ladi obunachilar. Eng muhimi paddashka. Bu limon ataka bu. Jonivor. Turumni ham qarang. Xullasi xurozlarni tuxumini mix qilib beramiz obunachilar.
Haligi ataka limon, mramor o'zidan emas, yo koreyskiy, Vyetnam o'zidan emas. Hammasidan qilib beramiz, albatta bonuslari ham bor. Endi to'rtinchisini olamiz. Masalan, yana ikkitasi yangi mekiyo. Mana ikkitasi ertangi, yanvar. Yaqinda tuxumni kirishadi, ikkitalar qochirib turgan, mana kishi bilan mana kishi. Mana ular. Ular uni ikkilaysiz. Mana xo'roz yangi. Koreyskiy shamo degan ashi bo'ladi xulozim. Bunachilar koreyskiy shamo. Kalta bilan sindiraman degan xulozimdan-da bunachilar. O'zingizga bor narsa bilan maqtanar ekansiz, bunachilar. Maza qilasiz, tomosha qilib. Mana tuxumxo'r bu mash. Qachon qarasa tuxum qilishmaydi jo'ning sog' bo'lur. Bunga nima deysizlar? Bunachilar shamo. Shamo koreys degandan-da bu. Mana bir tulamek yon bo'ldi hozir. Bolani o'zida katta beradi bunachilar. Variation qiladigan xorozlardan. O'ynashdi. Yayla qilishdi bunachilar. Turmayam, qarang, turum. Nima edi? Yer titish qarang. Bunachilar haqiqiy bo'ykam ko'rsataman, bo'yka. Kaltani tanasiga ta'sir qilmaydigan xorozim bor o'zi. Cho'chiligidan uzun boqqanman. Hozirgi kunda 4 ta qo'chig'i bor. O'ziga tingigini Xudo xolisa yoradi bunachilar. Uni ko'rsatamiz bo'yka 5-inchisi. Bunachilar haqiqiy bo'yka. Bo'ykada mana mashina atsa bo'ladi mana. 4 ta qo'chig'i bor, roz. 4 ta qo'chig'i bor, duh baland. Yorvarishini corporation qilib yuboradigan xorozlardan. Jo'ning sog' bo'lur. Ikkitasi birga katta bo'lganda bilan. Okoka. Turmayam, qarang, turmayam. Turum. Onlardan nerginisi. Bog'da bu. Turush qarang. Jo'ning sog' bo'lur. O'zi Alloh bergan, Allohga behisob shukr. Bir yaxshi ko'raman. Hurmatli obunachilar, Alloh yetkazganda, to'g'risini aytish kerak, Alloh yetkazgan. Mana hozir ko'p xorozbozlarni ko'rib havas qilardim. Havas qilish kerak ekan. Havas hasadda ish yo'q. Havas qilish kerak ekan. Mana birma-bir bitta bo'lib yetkazdi Xudoyim. Allohga hamd va sano bo'lsin. Mana hozir bo'yka. O'ta mana shu holatga kelishlari sababi urushtirib buni yoshligida o'zi urushqoq bo'lgan, yana battar urushtirildi. Patlay ham qolmadi obunachilar qarani. Ammo bo'y baland, tiniq 5 kilolik xorozim mash. O'ta Xudo xolasa zo'r. Sizlardaqa obunachilarimga inshaalloh Xudo xolasa tuxumlardan yetkazib beraman. Libbo joyda Xudo xolasa avvalo bir sqimpat, lekin qayda qo'ygan bo'lsam, mana shu yerda 5 ta xorozimni biron marta bir qochish tugur narsada har xil holatlar kutilmadi. O'ta zo'r. Xudo xolasa bemalol tuxum kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Hozircha ochirtimiz ko'p, lekin shunday bo'lsa ham ochirtib olyapmiz. Qaranglar, jo'ning sog' bo'lur. O'ta go'zal. Hurmatli obunachilar, shunday ekan qo'llab-quvvatlab turinglar. Yangi kanalimiz bu. Kechagi va bugungi kanalimizda qo'llab-quvvatlab obuna bo'lib, like bosib tursanglar, hali sizlarga ko'rsatilmagan zo'rlari bor. Shularni ko'rsatishda bardavom bo'lamiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, joninglar hamisha sog' bo'lsin. Boringlar.